Devam edin duyulalım. Vay vay erkek en köksü gördüm. Vay vay erkek en köksü gördüm. Seni tutuyorum yanımda dursun. Seni yok kime gel yanımda dursun ha. Vay vay.
topudaymiz, to'la huzur poylaymiz, birgalikda yigitlar, ha! Taki, taki, bum, bum, o'yinlar, bum, bum, jaranglasin dunyo, kuyligi fazo. Taki, taki, bum, bum, o'yinlar, bum, bum, jaranglasin dunyo, kuyligi fazo. Taki, taki, bum, bum, o'yinlar, bum, bum, jaranglasin dunyo, kuyligi fazo. Taki, taki, bum, bum, o'yinlar, bum, bum, jaranglasin dunyo, kuyligi fazo.
kelayotgan davramizning lobar qizlari, yosh yigitlar, yigitimiz dostlari, kelin qizimiz dugonlari, shuningdek bugungi davramiz ko'rka-ko'rk feyzga feyz qo'shayotgan ajoyib san'atkorlarimizga ham katta rahmatlar aytsak. Shunday qilib biz mana shu bugungi davramiz muhabbat egalari, baxtli kelin-kellarga targan so'zlarimiz bilan, tabrikot so'zlarimiz bilan davramizni davom ettirib, endi baxtli kelin-kellarni tabriklash uchun biz davramizga yana bir taklif qilamiz. Oldingi davramizga taklif qilingan, ya'ni bugungi davramiz malikasi, kelin qizimiz Shahloxonning ajoyib qiz opalaridan biri, Ruskil opalari bugungi davramiz aziz mehmoni deb aytib o'tdik. Ruskil opalarini marhamat qilib daramizga chiqsalar va baxtli kelin-kellarni bugungi baxtli nikoh kechalari to'y bazmlar bilan chinakam tabriklasalar deb daramizga Ruskil opalarini taklif etamiz. Marhamat. Qatnashchilarim mana bugun singlimiz Shahlo va kuyovimiz nikoh kechasi men bu 2 yoshga uzoq umr baxt tilayman, hamisha baxtli bo'lishsin. Endi arzimagan sovg'am bor edi. Biroz qalsanglar bo'lsin. Katta rahmat. Siz ham hamisha baxtli bo'ling. Endi o'z mehmonlar bilan tabriklar olsun. Shoiraxon, Xolidaxon bormi davramizda? Bor bo'lsalar marhamat qilib davramizga chiqishlarini so'raymiz. Shoira Xolida. Umida Dildor. Umidaxon Dildor bormi? Marhamat. Bo'y bastingizga do'stlar qarashar. Sodiq tilakillashar. To'ylar muborak deb baxtli kelin-kellarni tabriklaymiz. Marhamat. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun men akam bo'lmish Ruslan va shu kundan uning yori bo'lmish Shahloxonlarning nikoh oqshomlarida o'tirgan ekanman. Men bu 2 yoshga hamisha baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Akajon to'ying muborak, to'yingga yarashgan bo'ying muborak. Suluvlar ichida axtarib topgan Shahlo ismli yoring muborak. Ariq qo'lida ilonning jahli yomon, bilib qo'ying Chichajon, Ruslan akamning jahli yomon, baxtli bo'lsin. Siz ham xafa etmaydimi? Rahmat. Endi sizga tegmaydi, Shahlo bilan ish tushadi o'lim. Rahmat. Endi aziz mehmonlar, mana shu bugungi baxtli kelin-kellarga o'zlarining dil istaklarini bildirayotgan aziz mehmonlarimizga katta rahmatlar aytib, endi davramizga taklif etamiz kuyovimiz Ruslonbekning ajoyib do'stlaridan davramizga Bekzod Inomjonni taklif etamiz. Hamda Inomjonlar sizlar, marhamat, xush kelibsizlar. Marhamat. Yegiz emasmisizlar? Baxtli olsun. Rahmat. Qo'rqib turmaydim, ikki haftadan keldindik, ikkovlab ko'rkat yetaman bo'ldi deb. Xudo bir saqladi. Rahmat, baxtli bo'linglar. Endi aziz mehmonlar, mana shu baxtli kelin-kellarga takan tabriklar do'stlarimiz bilan davramizni yana davom ettirib, mana shu baxtli xonadonlarni bugungi to'ylari bilan, kelin to'ylari bilan tabriklab kelgan baxtli kelin-kellarni tabriklash uchun yana bir davramizga taklif etamiz. Keyingi Ruslonbekning ajoyib akalaridan Erkaboy aka hamda Zivar xolalarini taklif etamiz. Erkaboy aka hamda Zivar xolalari bormi? O'tganimizda baxtli kelin-kellarni qalaversa mana shu Farhod akalar hamda Ranoxon opalarni mana shu kelin to'ylari bilan, o'g'illarning kelin to'ylari bilan tabriklab kelgan. O'zlarining dil-istaklarini bildirish uchun davramizda qalblari quvonchga, ko'zlari sog'inchga to'lib baxtli kelin-kellarni tabriklash uchun davramizga tashrif buyurgan ajoyib akalaringizning, xolalaringizning tabriklatlari sizlar bilan davramizni davom ettirsak. To'y deganda ko'p xizmatlar qilinadi. Do'st quvonari, dushman mag'ritinlari. Yaxshi aka, yaxshi xola shunday to'ydalar deb, mana shu Erkaboy aka to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, xush kelibsiz. Yaxshi bilan Ruslan bilan kelimiz baxtli bo'lsin, birlar bo'lsin. Indiga 9-da shularning bir oydek ula yaqqizi bo'lib to'yga kelganmiz. Shoda o'tirgan hammaning uyida shu yaxshi bilan kelganmiz. Kimning ko'ngli yaxshi niyat bo'lsa shu aytamiz. Farhod akam bilan Rafaga xizmat bersin. Ana bugun Ruslan bilan Shahloni o'yinda o'tirgan ekanmiz. Xudoyim hamma shunday yaxshi kunga yetirsin. Xudoyim deyin algallab o'yinda o'tirgan bo'lsak, undiga allab o'yinda o'tiramiz. Yakun tabriklayman. Xudoyim umr uzoq bo'lsin. Boshqalardan boshqa. Ayababa xizmati bersin. Rahmat. Lekin bizlar Jo'rafaygonda xarajimizga lazga bo'lsa mana furash qiladi. Bizda endi bo'ladi. Xorazmdan mehmonlar bor hali, talab etib turgan. Bo'ladi.
Rahmat, marhamat. Baxtli bo'lsin. Qo'sha qarasizlar. Katta rahmat sizlarga ham oilaviy baxtlarimiz mana shunday qiz qarish o'g'lan do'stlar nasib qilsin deymiz. Sizlar Xorazm nazgisini tayyorgarligiga qadar mana shu davramiz ko'rkam sevgi sharobimiz shampomenlarni ochish uchun, shirlik tortlarni kesish uchun biz davramizga taklif qilamiz. Keyingi yigitimiz Ruslanbekning ajoyib do'stlaridan biri tinib tinchimas Po'latjonni davramizga taklif etamiz. Po'latjon marhamat. Va shirlik tortlarni kesish uchun davramizga Go'zalxonni taklif etamiz. Go'zal, bormi? Не могу найти хотя бы пару слов. Davramiz ko'rki bo'lmish, sevgi sharob bo'lmish shampomenlari ochilmoqda, shirlik tortlar kesilmoqda. Ruslanbek, Shohraxon, mana shu do'stingiz ochgan shampomenasini, qo'llaringizda qadaqlarni, mana shu ikkalangizning baxtiniz uchun, sizlarning baxtli to'ylaringizda qutlab kelgan aziz mehmonlarimizning baxti uchun ko'tarishingizni so'raymiz. Shohraxon, sizga esa beshik tebratish. Shunday ekan baxtli bo'linglar deb endiga tabrik etaman. Farhod akangizdan eshitamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Kelin qutlug' qadam bo'lsa, xizmati nasib etsin. Xush kelibsiz. Nara gapdingiz? Ben de devre kardeşleri, bakalım işimden verdiğim üzür, postlarda adımız kaydılgan, yetip bir almadık, üzür sorun. Birinciden Ruslanbek mine Şaban'a, Gülegim, 2 yaş farklı olsun, boşkarımına kocaklarısı, hem bu akşam kaynakamız, ağayın babanımız, birinciden, kelle mübarek olsun. Koşkarımla koşak arasın, hemen şurada yaşlı yedirsin. Dayım, endeki şükürleri, beş dolarla şurada yaş şükürlerde kubakayım. Hemen iste devre arkadaşlar kollarımdan yaş şükürleri yedirsin. Koşak. Katta rahmat Farhod aka, sizga ham qiz chiqarish o'g'lan to'shqalar nasib bo'lsa, yangam bilan qo'shaqarim. Ajralmagan axir, birma-bir kelib turibsizlar axir. Zarur ishingiz yomon sizning. Bir ham shoferdan deydi, qo'rqdiydi. Avtobuschilar mehkam bo'ladi-ku. Endi aziz mehmonlar, mana shu baxtli kelinkalarga o'tirishlariga ruxsat qilib, ham sog' ham suhbat deganlarda yuqorida aziz ustozlarimizdan biri meni aytib ketdi, Xorazmcha bo'lsin deb. Ko'ringlar, yilmak. Yazdirma mehkam bo'ling. Aha.
Kurbanı
davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizni tabriklador bilan davramizni davom ettiramiz. Shuningdek, endi mana shu bugungi davramizni muhabbat egalari, baxtli kelin-kuyovlarni tabriklash uchun biz davramizga taklif qilamiz. Aziz mehmonlarimizdan Umida, Dildor, Nazokat, Laylo opalarni, Lolaxon opalarni, Dilorom opalarni davramizga taklif etamiz. Laylo, Lola, Dilorom opalari bormi? To'y oqshomimizning eng aziz mehmonlaridan biri. Qalblari quvonchga, ko'zlari sog'inchga to'lib. Bugundan boshlab o'g'illari qatoriga o'g'il, qizlariga safiga qiz qo'shib o'zlaridan ko'paytirib turgan baxtli Mirindiroq opalarimiz Laylo opamiz davramizda. Layloxon, sizga o'g'il qizlar muborak bo'lsin. Avvalambor to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu o'g'il qizlaringizning xizmati nasib etsin. Shunday ekan, bu yil 2 yoshning yilda to'ylarga kelgan bo'lsak, endigi kunlar shunday e'tiroz sizlarga oqdi. Shu 2 yoshga farzand vorida kelmoq hamma mehmonlarimizga nasib qilaversin. Yaxshi bola yaxshilariga dilbandsan keladi. Siyla kelini qalbi qalbga payvandsan keladi. Farzandi bola farzandidek farzandsan kelin deb endigi tabriklar sizlarni baxtli Mirindiroq opalardan Layloxon opamizdan tabrik so'zlarini eshitdik. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, baxtli kechaning baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun ukam Ruslan, shu kundan e'tiboran kelinimiz Shahla. Endi Mirindiroq qiz bo'ladi. Bu 2 yoshga baxtsada kelgusi ishlarda kattadan katta zafarlar tilayman. Hamisha ota-onama xizmatlari bersin. Eng yomon kunlari shunday bo'lsin. Endi qizim Shahla, endi akang kelgandan keyin barini aytamiz. Shuning o'g'lisindan ham Xudoyim baxtli bo'l. Shu Ibod akam muhsinachilab hamisha baxtli bo'lsin. Eng yomon kunlari shunday bo'ladi. Rahmat, sizlarga ham oilaviy baxt tilaymiz. Xudoyim shu mana shu Rossiyaga ketgan ibodlar do'stimiz ham bir omon-sog' kelib, Xudo xolasa Mirindiroq oshina boraverikda. Rahmat. Rahmat. Osmonda qush kaptanlar o'ynaqashib ko'z qilib. Gir aylanib o'tishar, quvlashar, o'ynashar. Bu oqshomda sizlar guvoh, bizlar guvoh, ikki yurak, ikki dil, ikki taqdir birlashadi. Shunday ekan, mana shu birlashayotgan ikkita yurakni, ikkita taqdirni tabriklash uchun yana aziz mehmonlarimizning ajoyib opalarimizning dil so'zlari bilan davramizni davom ettirsak. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun ukam Ruslan, kelinim Shahlo. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Hamisha lablaringizdan kulgu, chehrangizdan tabassum arimasin. Papam bilan muammo xizmatlaringiz buyursin. Baxtli bo'linglar bir umr. Katta rahmat, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, baxtli kechaning baxtiyor qatnashuvchilari. Mana bugun biz fursatdan foydalanib, ukam Islombek, uni shu bugundan e'tiboran umr yo'ldoshi bo'ldi Shahlo xonlarni nikoh kechasi o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu 2 yoshga baxt, saodat, ishlarga rivoj, boshlari toshlanmasin. Baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Baxt tilayman sizlarga. Baxtli sol nomidan. Baxt tilayman sizlarga. Baxtlilarning nomidan. Baxt tilayman sizlarga. Ota-onam nomidan. Baxt tilayman sizlarga. Shaxsan o'zim nomidan. Rahmat. Katta rahmat, siz ham baxtli bo'ling. Marhamat. Qani so'raysizmi? Ulardan Gulxumor xonalari, akalardan Murodjon akalarni davramizga taklif qilamiz. Gulxumor xolasi, Murodjon akalari bormi davramizda? Murod, Gulxumor. Qo'shiq tarona-yu ish bo'lib ketar. Qudag'aylaringiz, jo'rar do'stlaringiz, aziz mehmonlaringiz xush bo'lib ketar. To'ylar muborak deymiz. Murodjon, to'ylar muborak bo'lsin. Kelin muborak, marhamat. Rahmat. Mana bugun Ruslan ukamiz va Shahlo xonlarning ta'ziyasida o'tirgan ekanmiz. Hozir 2 yoshga baxt tilayman. Kelgusi hayot yo'lida o'tiramiz. Hammaga shunday kunlar yetiraversin. Yigitlarga ham baxt tilayman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilari. Mana bugun men ukam Ruslan va umr yo'ldoshi bo'lib Shahloxonning nikoh kechasida o'tgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib
Ailelerini millarga uzak baktılar. Hamisha baxtli bo'l, saqla ruslar. Umring uzoq bo'lsin. Baxtli bo'l. Katta rahmat sizlarga ham oilaviy baxtimiz yana omad to'ylaringiz muborak bo'lsin. Mana shu tabriklarni sizlarni davramizda davom ettirish uchun Davronbek akalari, Ozodaxon yangalari, Madiyor akalari, Ozodaxon yangalarini davramizga taklif etamiz. Davron Ozoda, Madiyor Ozoda. Bormi? Davron Ozoda, Madiyor Ozoda. Katta rahmat siz ham hamisha baxtli bo'ling. Rahmat. Qani qo'yib turqani? Katta rahmat mana aziz mehmonlarimiz mana shu bugungi baxtli kelin-kelir gözlarini dirasaklarni bildirayotgan aziz mehmonlarimizning ajoyib akalaringizning, ajoyib qiz-opalaringizning, qarindoshlaringizning, do'st birodarlaringizning oldindan aziz bo'lgan ezgu tilaklarini tabriklarini sizlarni eshitib o'tdik. Endi davramizda mana iltimos qilib turibdi kuyov tarafdan yigitlar. Bir yakkama-yakka o'yin bo'lsa deydi, hech kim qarshi emasmi? Yo'q bo'lsa endi yigitlardan ikkita yigitni, qiz tarafdan bo'lsa qizlarning qarindoshlaridanmi, yigitlarning qarindoshlaridanmi yakkama-yakka o'ynash uchun ikkita qizni davramizga taklif etamiz. Madiyat. Shu yigit bilan yakkama-yakka o'ynaydigan bitta qizni, ya'ni Shohroxonning qarindoshlaridanmi, Ruslanbekning qarindoshlaridanmi kim bo'ladi qat'iy nazar davramizga bir qizni taklif etamiz. Davrada esdalik qolish uchun. Ana chiqdi. Po'latjon, Makkam bu. Xo'pdir. Aha. Po'latjon o'tiraman. O'tirachiqni o'tiraman.
Bizga marhamat ikkinchi qo'shig'imiz. Aha, mekan bola endi o'lding, Po'latjon o'lding. Barakalla. Gapingda jon bor, tamiringda qon bor mekan bu. Yilmak yo'la yilmak. Hammachi, hali qarsak bo'lsa qarsak. Qarsaklar bilan, ha! To'y bo'lsin. Ay rahmat. Aha, ajik. Mekan bola mekan. Qarsak esa chiqmasin. Samolyot uçup ketdimi? Yuborma, davom etadi yana. Yuborma. Ak paçkalarını beri tutsun. Baxtli xonadonga qutlug' qadam bilan qutlug' bor kelin tushirib, quvonchiga quvonch qo'shayotgan baxtli ota, baxtli onaning va baxtli enalarning tabrik va dil so'zlari bilan davramizni davom ettirib, oq fathalarni ham olib o'tsak. Biz baxtli kelin-kuyovlarni aziz mehmonlarimizni tabriklash uchun keng yigitimiz, ya'ni Ruslanbekning ajoyib enalaridan davramizga Mayramjon enalarni, Farhodjon akani hamda Ra'noxon opalarni sizlarning guldoz qasalovasini davramizga taklif qilib, baxtli kelin-kuyovga tirg'ozlarning dilsaka bilan davramizni davom ettirsak. Berdi ilik ko'rni, ko'rpachalari, gilamlarni tashladi,
xursand qilib mehmonlarni mehmonxonaga boshladi. Jon qo'shnilarni yana yo'ldosh o'g'illar oqillarni ham tabrik va istaklarni eshitib o'tsak, to'ylar muborak bo'lsin. Kellar qutli qadam bo'lsin, marhamat. Nasıl olsan, kardeşler, kendiniz şu koşarlarına şu koşarlar. Atraksiyonlar, şunlar yaş günleri böyle. Bakma yani söyle de. Bundan başka hiç bunu alamıyorum. Çakır present çak. Haydi. Present çak. Aşağı gitti o. Polisi mahkamlamasangiz prezident Aşı kuaşıqlar təbrikliyimiz. Aşı parkat. Ranağa bunu uçuma kelin. Şu bilan birga kamda Xuma ko'chasida bugun to'y birinchi kelin shu atgan Xuma ko'chagani. Shu Xuma ko'chaning hamma shu yerda yashovchi Xuma ko'chasi vakillarni hammasini tabriklaymiz. Yaxshi bo'lsa ham yaxshi bo'lsa Endigi yılda balamada kaldım. Hemen çocuklarına sağlayımız olmasını yağmurun. Hadi ölümge geldi. Ya ürketlerim yanına çıkmalı. Yanına çıkmalı. Mana bugun bizlar Ulug'bek Islomlik bilan Shohlarxonning yig'ilishini o'rganganlar. Qadam 4 yerda 5 ta bo'ldi. Shu foydalanib 2 yoshga baxt o'tmayman. Balki kelin meniki emas, o'zing kelinishi, hamma xizmat ko'rish kerak. Shu ishqa tavbasi baxtli bo'lsin ko'rib. Mana bugun hamma qizim Shahloning nikoh kechalarida o'tirgan ekansizlar. Bu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin, keyin qartashdilar. Og'ayin to'shkanlariga, qo'ni qo'shnilariga hamisha xizmatda buyursin. Eng yomon kunimiz mana shunday bo'lsin. Hamisha baxtli bo'lsin. Qizim emas, kelinim emas qizim. Hamisha baxtli bo'lsin. katta rahmat Baxtli bo'lsin. Xudoim şeygoy baxtli bo'lsin. Hurmatli bo'lsin-da. Shuning uchun tabriklaymiz. Bu yoldan Shahlo bo'lmish. Bu 2 yoshga uzoq umr baxtida tilayman. Lola deb ochilgan kelin kuyovning peshona yulduzi o'charaqlab tursin. G'abalat chekmasa ushbu xonadonda jajji hajatlar yetaklab tursin. Janob barman. Rustamga Otajonob. Sizni yurib tursin. Oyog'ingiz to'xtamasdan yurib tursin. Olib tursin. Yuragingiz to'xtamasdan olib tursin. Bandasining ko'rganlari omonatdir. Alloh taolo shu yoshni, shu xonadonni, shu mahallani har qadamda ko'rib tursin. Qo'shayotgan yoshlari baxtli bo'lsin. 60 atlab 70 yettirmay. 80 sakrab 90 to'xtamay. 100 yoshda yusib, 120, 150 yoshda yoshadasiz kelgusi kunlar sog'-omonlik bilan besh qo'ylarida hammani yetkazaversin. Mana aziz mehmonlar, bugun barcha xonadonlardan biri, ya'ni Farhod aka, Rona xonadoniga qizil qadam bilan kelin tashrif buyurgan bo'lsa, va sizlarning hamisha yaxshi kunlaringizga, yaxshi to'ylaringizda xizmat qilishga tayyorman deb turgan Shoshanochi Bahodir Davronbeklar va kamerachi Oybekjon. Qolaversa, ajoyib san'atkorlarimizdan Ahmadiysi boshidagi orzu guruh yigitlari, Nadira Tabratom, Shirora Akmanim hamda Sanjarbek Isiflar hamisha sizning yaxshi kunlaringizga, yaxshi to'ylaringizda xizmat qilishga tayyor deymiz. Shunday ekan, vaqtli kelin-kazaga turgan bugungi nikoh kechamizni to'lmasimizni sizlarning guldirak qaysarlar ostida to'ylar muborak qilamiz, davramizga yakun yasasak. Qo'shib qo'yib beraman.